Mana shu 16 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Assalomu alaykum, mani insta olamcham, mani gullarim. Ayni damda Qo'qonni Boboshbek nomli bozoridagi eksport kiloli kiyimlar do'koniga tashrif buyurdim. Qani ketdik, birgalashib obzor qilamiz. Qaranglar, kombinezonlarning chiroyliligini, asalligini, to'g'ri kelayotgan hozir do'ychkamiz sizlar bilan birgalashib ochib ko'rsiz. Arao deyman, barnoq uchun. Ko'pgina narsalarni auditoriyaga, gullarimga ko'rsataman. 64 mingga to'g'ri kelayotgan jins. Yaqinroq keling. Mana qashsvinli, qalingina, haqiqiy kuz va qishbob kiyimchalar. Bezrukavkani ham batta bilmayman, son sanog'i yo'q, hammasi chiroyli. Qaranglar, asalligini, bolajonlarga bezrukavkalarni xilma-xili, to'la qaranglar chiroyliligini. Hammasini aytib o'tganimdek, kelib tanlab olishga kilosi 160 ming so'mdan. Yana mana ham qaranglar. Hammasi bunaqa dvoychkalar. Guanzhoudan to'g'ri keltirilgan tovarlar. Hozirda o'sha oxir yakunlanib qoldi. Ertaga katta partiyada kelyapti. Ayollar uchun tapchikalar, bolalar uchun oyoq kiyimlar. Xullas, mana shu yerda turgan asalligini qaranglar. Kачествоsi shunaqa zo'r, buni men hozir mana yonida ushlab turib. Rasvetkalari xilma-xili bor. Kачество haqiqatda yaxshi. Просто takali oddiy narsalar emas. Aytib o'tganimdek, Guanzhoudan keltirilayotgan tovarlar. Bolajonlarimga ham hozir o'zim tanlab bir qancha narsa olib ketmoqchiman. Kачествоsi haqiqatdan zo'r. Bular o'zlari tanlab, o'zlariga yoqqan narsalarni kiyib. Endi boshqasini kiyaman. Mani krasavitsalarim, gullarim, Birol kiloli kiyimlari aytib o'tganimdek Qo'qonda va Andijonda filiallari bor. To'liq ma'lumot va adres uchun quyidagi raqamlarga telefon qiling. Keling, atigi 160 mingdan.